Bugun sizlar bilan hamma ham o'qishda olmaydigan juda ham zo'r uslubda tovuqli rulet tayyorlaymiz. Birinchi bo'lib ko'katlardan ukrop va petrushkani juda ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Xona haroratidagi sifatli kaklanchi saryog'iga mozzarella pishlig'ini qirg'ichdan o'tkazib solamiz. Tabga ko'ra tuz, murch va chesnok solib bir xil massaga yaxshilab aralashtirib keltirib olamiz. Keyin bo'lsa strich yordamida shakl beramiz va xolodilnikka olib qo'yamiz. Tozalangan tovuq filesini xuddi shu uslubda kesib olamiz va molotok yordamida ikki tomonini strich qilgan holda yupqa shaklga keltirib olamiz. Tabga ko'ra tuz va ziravorlar solamiz va saryog'imizni o'rtasiga solib ikki tomonni yaxshilab yopib rulet shaklida o'rab olamiz. Ruletlarimizni kamida 3-4 soat yordamida morozilikda yaxshilab qotib olamiz. Qotib olgan tovuq filesini unga tuxumga belab olamiz. Keyin bo'lsa pankoz xaysiga belab qizgan yog'da qizartirib qo'yib olamiz. Va 160 gradusga 20 daqiqaga duxovkaga joylashtiramiz. Bu taom bilan albatta kartoshka filesi uyg'unligi juda ham mazali va totli bo'ladi. Bu uslubda albatta tovuq ruletni, ya'ni haqiqiy kievskiy tayyorlab ko'ring, juda ham mazali va totli chiqadi. Hammaga rahmat.